Bobur Bobomurodning tashabbuslari bilan tashkil etilgan. Haqiqatan ham. Men bildim. Kim ekan? O'zingiz haqiqatan ham. Demak, taklif etamiz. Yoshlarimizning sevimli xonandalariga aylanib borayotgan Komron Kumush e'tiboringiz markazida bo'ladi. Marhamat. Devona bo'lib sevdim. O'zingdan ham ko'proq menga keraksan. Qo'ya. Ovozingiz eshitilmayapti. Sevarmi, sevmasmi deb ko'nglim mening gumonda. Sevarmi, sevmasmi deb. Endi ijodkor sifatida bir iltimos qilsam, mana shu ob-havoga mos bir ajoyib qo'shiqlaringiz bor. Qaysi qo'shiq? Men bilaman. Shabada nomli qo'shiq. Shabada. Maylimi shu qo'shiqni hozir. Shabada ayyalar jonga yoqardi. Yurakni yondirgan sevgi kezlari. Shabada Qo'ya. Mana raqslarni ko'rdingizmi? Shabadani ko'ryapsizmi? Shabada shunaqa esyapti. Kamron Kumush deb esyapti. Orqadan Bobomurod degan shabada ham kelyapti. Zo'r. Rahmat. Ajoyib qo'shiqlar uchun, ajoyib kayfiyat uchun sizga va ustoz Bobur Bobomurodga qarsaklaringiz marhamat. Qo'ya. Rahmat.